Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga Andijonda mana bunaqa yaxshi katta qora tovuq tuxumlarini taklif qilib qolamiz. Donasi 2500 so'mdan. Hozir mana ko'rsatamiz tovuqlarning holatini. Tovuqlarimiz kichkina emas, zotli menimcha. Mana ko'rishingiz mumkin, tovuqlarida 2500 so'mdan tuxumlari sotiladi. Bu ikkita xo'roz, ikkita makyon hozircha. Keyin yana ko'paytirib qo'yamiz. Bularda qoni bitta. Bular shu jo'jali vaqtda sotib olganmiz. Jo'jasini ikkita xo'roz, ikkita makyon qoldi hozirgi kunda. Mana tovuqlarimiz holatini ko'ringlar. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz chiroyli qilib. Tuxumlarini to'plab beramiz. Telefon qilsanglar, aloqaga chiqsanglar. Mana jonivor kichkina narsa emas, xudo xohlasa behijolat. Keyin yana tovuqlarimiz ko'paytirish niyatimiz bor. Ko'proq tuxum, ko'proq go'sht qilish niyatlarimiz bor. Mayli, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu yog'i endi tovuqni o'zini videosi ketadi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bittadan like bosib, eng muhimi sizlarga qanaqa video qiziq, nima haqida video qilsak yaxshi. Xudo xohlasa ko'proq, kattaroq, chiroyli, eng muhimi sifatli videolar ishlaymiz bundan buyog'i. Kuzatishda davom etinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.